Assalomu alaykum, aziz obunachilar. Chiroyli, dramatik, emotsional vaziyatlarga boy o'yin ko'rdik. Azimlikka g'alaba ko'rdik UBSdan. Hisoblaringiz qanaqa? 3 ochkoni qo'lga kiritishda qanaqa vaziyatlar ko'rdik? Bugun Ruslan ham juda kuchli o'yin bo'ldi. Ikkala taraflama ham bizga ancha ataka qilishga vazminlik bo'ldi. O'shanga biz maksimalni o'tgan o'yinda xulosa qilib turib, biz maksimalni urishga harakat qildik. Narigi komanda ham kuchli ekan. Bizga raqobatdosh bo'ldi. Biz mazza qildik, emotsiyalar vobshe dahshat. Biz kutmagan o'yinni hamma mazza qildi. Jamoadoshlar ham juda emotsiya olishdi. Tabriklaymiz 3 ochko bor edi jamoaga. Albatta bunaqa tempda davom etsa ancha raqobatli qila oladi. Boshqa raqobatdoshlarga ham jamoa. Bitta savol bitta. O'sha himoya vakillari, Abdurahimovning paslari, darvozabonni ham yaxshi seran ta'kidlash lozim. Lekin reja ko'rinishida tushdimi jamoaning total pressingga o'tmasdan faqat qarshi hujumlarga qochish bosh birinchi daqiqalar. Asosan biz o'yinni oldin shunaqa taktikaga qo'l urdik. Tezligiga menimcha e'tibor berdik. Chunki polani bizlik kattaligini o'shanga ko'proq yugurishga va kontratakaga mo'ljal qildik. Chunki u komandaning o'yinini ko'rdik. Ularda ko'pi atak uyushgan. Shunga ularga moslashib turib, biz ham shunaqa o'yin ko'rsatdik. Ikkita himoyachini qo'yib turib, flangadan yugurtirdik. Demak, bu rejada bor edi. Bu tuzilma jamoaning rejasida bor edi. Shu navbatdagi intervyu Alixon Anvarxonov bilan bo'ladi. Alixon aka menimcha teng raqobatbardosh o'yin ko'rdik. Aynan UBS raqib jamoaning o'yini, o'zinglardagi jamoani o'yinchilarning o'yini haqida. Endi shotga qaraganda biz totalni yutqizdik, lekin o'yinda ma'lumot yaxshigina jang berdik. O'zimiz ham odatiy yo'llanishlarga harakat qildik, но baribir ozgina imенно omad yetishmadi. Chunki qancha momentlar bo'ldi, ursa bo'ladigan momentlarda yoki bizni tepsa sopernikimizni oyog'iga tushib qoldi, gol otdi, bir ikkita momentlarimizda tayyor gollarni amalga oshira olmadik. Shuni yutqizdik deb hisoblayman. Ozgina keyin bolalarda ham charchoq paydo bo'ldi, oxirida shundan og'ir bo'lib qoldi. O'ylaymanki endi keyingi o'yinlarga yana yaxshilab tayyorgarchilik ko'rib, bizani esingizda bo'lsa yangi o'yinchimiz bor edi, bugun kela olmadi. Sog' masalasi bilan o'shanga o'zimiz 5 ta bezamay o'ynadik, yugurdik. Necha minut o'ynaymiz? 1 soat o'ynaymiz. Deyarli 50 daqiqa, 1 soat. Buncha masofada bosib o'tish tezkor o'yinda. Chunki ko'rdim, jamoani hamma lateral hujumchilari ham hujumga erk berishdi. Shunaqa xuddi shunaqa. Endi har xil variantlar ko'rdim, bunaqasiga ham berib ko'rdim, bunaqasiga ham berib ko'rdim, lekin bizani qarshi o'ynagan jamoamiz UBS stili menimcha eski futbolistlar bo'lsa kerak, yaxshigina jang ko'rsatishdi bizga. Yana ham o'sishimizga hali bor ekanligi narsalarni ochib berishdi. Xudo xohlasa ularga ham gap yo'q, hammalariga zo'r urishdi. Ozgina endi futbol kontaktli sporti deyshadi, o'shancha ozgina kontaktli bo'ldi, но baribir o'ylaymanki hech kim bir-biridan xato emas. O'yinni bitiradi. Ularga asosiysiga ularga ham yarab qoldi.